Farzandingiz tez-tez kasal bo'ladimi? Uxlaganida bezovtalanadimi? Bu shunchaki shamollashdan, ko'proq narsa yeb qo'yishidan emas. Millionlab bolalar sog'lig'iga putur yetkazadigan chaqirilmagan mehmonlar bilan yashaydi. Biz kichkin to'ylarimizni bu yashirin tahdiddan qanday himoya qilishni bilish uchun yetakchi parazitolog bilan suhbatlashdik. Gijjalarning mavsumiyligi yo'q, boshqa yuqumli kasalliklarda mavsumiylik bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu farzandingizni asrab qolishi mumkin. Videoga like bosing va yaqinlaringizga ulashing. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyda yozing. Biz har biriga albatta javob beramiz. Bolalarda gijjani qaysi turlari ko'proq uchraydi va ular qaysi yoshda ko'proq himoyasiz bo'ladi bolalarimiz? O'zbekiston sharoitida ko'proq parazitlardan bolalar orasida liamblioz, enterobioz, giminolipidoz, ya'ni karlikvetsipin parazitlari ko'proq uchraydi. Ular qaysi yoshda ko'proq himoyasiz bo'ladi? Asosan bu gijjalar o'zi parazitlar umuman yosh, jins, fasl hech qanaqa mavsum tanlamaydigan kasallik hisoblanadi bular. Parazitlar faqat bolalarda uchramaydi, keyin aholini shunaqa o'y fikri bor, faqat bolamda uchraydi, menda bor deb o'ylamaydi. Yo'q, parazitlar aytib o'tganimdek umuman yosh tanlamaydigan bu kasallik hisoblanadi. O'shaning uchun ko'proq kichkina yoshdagi, maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda gijja kasalliklarini belgilari ko'proq kuzatiladi va ota-onalar o'sha kichkina yoshdagi bolalarga ahamiyat berishadi, kattaroq yoshdagi bolalarga ahamiyat berishmaydi. Sababi nimada? Bilamiz, bolalarni maktab yoshigacha bo'lgan davrda immun tizimi sust bo'ladi. Ular har xil kasalliklarga beriluvchan bo'ladi. O'shaning uchun parazitni yuqtirganda parazit belgilari u bolalarda aniq ko'rinadi. Lekin tekshirtirilganda ota-onaning o'zida ham, 18 yoshli farzandida ham yoki 50-60 yoshda ham har qanaqa parazit turini yuqtirish mumkin va organizmda uni uchratish mumkin bo'ladi. Gijjalar ko'proq inson organizmiga qaysi yo'llar orqali yuqib qoladi va o'sha yo'llarning eng xavflisi qaysi? Gijjalar organizmga o'zi ikki xil yo'l bilan kiradi. Tibbiy tilda buni birinchisi peroral deyiladi, ikkinchisi perkutan deyiladi. Ya'ni peroral degani bu og'iz orqali yuqtirish yo'li, perkutan degani bu teri orqali yuqtirish yo'li hisoblanadi. Teri orqali yuqtirish yo'li hozir bizning O'zbekiston sharoitimizda deyarli men parazitolog sifatida unaqa uchratmadim. To'g'risi, eng ko'p yuqtirish yo'li bu peroral hisoblanadi. Ya'ni iflos qo'l orqali, yaxshi yuvilmagan meva-sabzavotlar orqali, yaxshi qaynatilmagan suv orqali, ifloslangan suv havzalarida cho'milish orqali va yana boshqa yuqtirish yo'li bu kontakt yo'li orqali ham bor. Bunda asosan ikki xil parazitni ko'proq yuqtirish mumkin bolalar. Bolalar emas, hamma yuqtirish mumkin. Birinchisi enterobioz, ya'ni ostritsani yuqtirish mumkin. Ikkinchisi giminolipidoz, ya'ni karlikvetsipinni ko'proq yuqtirish ehtimoli bor. Lekin eng ko'pi bu peroral yuqtirish yo'li hisoblanadi. Mana shu gijja inson organizmiga kirgandan keyin asosan ko'proq qaysi organga joylashadi? Gijjalar asosan inson organizmiga kirgandan keyin ko'proq ichaklarda joylashadi. O'zi gijjalarni biz shunaqa bo'lib olsak bo'ladi. Ichakda yashaydigan gijjalar va ichakdan tashqarida yashaydigan gijjalarga bo'lsak bo'ladi. Gijjalar butun organizmda yashashi mumkin. Buni ko'p kishi o'ylamaydi va o'ylashadi parazit bilan faqat parazitolog vrach shug'ullanadi. Yo'q, parazit bilan faqat parazitolog vrach shug'ullanmaydi. Uni joylashgan joyiga qarab ham parazitolog, ham boshqa mutaxassis, masalan, neyroxirurg yoki xirurglar shug'ullanishi mumkin. Ichakdan tashqari parazitlar yana yashashi mumkin o'pkada, yurakda, jigarda, qon tomirlarda, bosh miyada, ko'zda, butun organizmda parazitlarni uchratishimiz mumkin. Mana shu hozir aytdingiz, gijjalar deyarli hamma organimizda uchraydi. Hatto mana jigarda ham, miyada ham uchraydi. Mana shu gijjalar nima o'zi gijjalar ular va ular qanaqa xavfi bor o'sha? Gijjalar butun organizmda yashashi mumkin dedik. Ularni qanaqa darajada xavf tug'diradi? Bizni internetda ko'proq odamlar kuzatganda o'sha
ularga qo'rqinchli qilib rasm chiqarib bersa, ular o'sha qo'rqqanidan ham shifokorga murojaat qiladi. O'sha ko'zda ham yashashini bilamiz biz, lekin oddiy ko'z bilan qaraganda ko'zdagi gijjani ko'rish imkoniyati yo'q. Qachonki bemor inson shifokorga murojaat qilganda, masalan, ko'zdagi gijja bilan parazitologga murojaat qilmaydi. Birinchi bo'lib oftalmolog shifokorga murojaat qiladi. Va o'sha ular o'zlarini oftalmologik apparatlari bilan uni gijjaga shubha qilib tekshirish imkoniyati mavjud. Demak, bu shu qadar kichkina mikroskopik bo'ladiki, xuddi shunaqa. Odam ko'zi bilan ko'ra oladi. Ko'zi bilan ko'rish imkoniyati yo'q. Qolgan a'zolarda ham xuddi shunaqa. Jigardagi, o'pkadagi yoki yurakdagi yoki bosh miyadagi parazitlarga tashxis qo'yish uchun ham boshqa instrumental va laborator tekshirish usullari kerak. O'sha tekshirish usullaridan keyin aniq parazit borligiga bor deb tashxis qo'yish mumkin. Oddiy ko'z bilan uni ko'rish imkoniyati yo'q. Gijjalar bu organlarga qanaqa zarar yetkazadi? Masalan, ko'zdagi gijjalar ko'rish qobiliyatini umuman yo'q qilib, odamni ko'r qilib qo'yishi mumkin. Bosh miyadagi gijjalar bular o'sha turli xil nevrologik kasalliklarga sabab bo'lib, talvasalarga, o'sha sudirgilarga sabab bo'lishi mumkin. Yoki jigardagi har xil parazitlar bular jigarni yaxshi ishlamasligiga, jigari yorilib ketishiga yoki boshqa kasalliklarga ham sabab bo'lishi mumkin. O'shaning uchun har bir parazit turi aniqlanganda vaqtida tashxis qo'yilib, vaqtida davo muolajalar olib borilsa, ularni bemalol davo qilish imkoniyati mavjud. Gijjalar insonning ruhiyatiga, ruhiy holatiga ta'sir qiladimi? Gijjalar insonning ruhiy qobiliyatiga albatta ta'sir qiladi, chunki organizmda parazitlarning toksini natijasida juda ham kuchli asabiylashish, stress, uyqu buzilishiga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun gijjasi bor bolalarni ham kuzatsak, yoshi katta insonlarni ham kuzatsak, hammasida asabiylashish kuzatiladi. Bularning sababi organizmdagi parazitlarni nerv sistema toksinini nerv sistemasiga kuchli ta'siri hisoblanadi. Chunki har xil parazit har xil toksin chiqaradi. Masalan, askaridani toksini eng kuchli toksin hisoblanadi. Shunga qarab, ularning toksini nerv sistemasiga ham ta'sir qiladi, boshqa sistemaga ham ta'sir qiladi, hattoki allergik kasalliklarga ham sabab bo'ladi. Alohida toksinning nomi yo'q. Gijjalar insonning immun tizimiga ta'sir qiladimi yo'q? Gijjalar albatta inson immun tizimiga ta'sir qiladi. Sababi gijjalarning asosiy yashash joyi bu ko'pincha ichaklar hisoblanadi. Biz bilamizki, inson ovqat iste'mol qilgandan keyin ovqatda asosiy so'rilish joyi bu ingichka ichak hisoblanadi va parazitlarni, ichakda yashaydigan parazitlarning asosiy qismi ham bu ingichka ichakda istiqomat qiladi. Endi tasavvur qiling, yegan ovqatingiz ingichka ichakda so'riladi va parazit ham ingichka ichakda yashaydi. Bu nima degani? Bu deganiki, sizni yegan hamma oziq-ovqatingizni organizmdagi parazit iste'mol qilib qo'yadi va bu natijasida organizmda vitaminlar, minerallar va boshqa foydali moddalarning yetishmovchiligi natijasida immun sistemasi albatta susayib ketadi va har xil kasalliklarga beriluvchan bo'lib qoladi. U yosh bola bo'lsa ham, yoshi katta inson bo'lsa ham. Mana biz ko'pchilik xalq orasida yuradi, gijjalar yozda ko'payadi, issiq paytda ko'payadi, qishda kamayadi deb aholi orasida gap yuradi. Mana shunaqa gijjalarni mavsumiyligi bormi yo'q? Yo'q, gijjalarni mavsumiyligi yo'q. Boshqa yuqumli kasalliklarda mavsumiylik bor. Masalan, bahorda ko'payadigan kasalliklar bor, yozda ko'payadigan kasalliklar bor. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, gijja kasalliklari umuman mavsum tanlamaydi. Chunki biz gijjalarni yana eslatib o'tmoqchiman, qayerlardan yuqtiramiz. Iflos qo'llar, yaxshi yuvilmagan meva, sabzavotlar, qaynamagan suv yoki kontakt orqali uyda ishlatiladigan ko'rpalar, pastellar yoki kiyimlarni boshqa birov uydagi kiyimlarni kiyish ham bu qaysidir parazitlarni yuqtirishga imkon bo'ladi. O'shaning uchun gijja kasalliklari mavsum tanlamaydi umuman. Keling, mana hozir gap kelib qoldi. Usti-boshdan o'tib qoladi yoki shu ko'rpadan yotgan joydan, yotoq joydan o'tib qoladingiz. O'sha qaysi gijja bo'ladi? Bu kontagiyoz gijjalar hisoblanadi. Kontagiyoz gijjalarga biz ikkita gijjani kiritishimiz mumkin. Bular birinchisi enterobioz, ya'ni ostritsiya va ikkinchisi giminolipidoz, karlikvitsipin. Bu gijjalarning asosiy yuqish yo'li asosan ifloslangan gijja tuxumlari bilan ifloslangan ko'rpa, to'shaklar yoki o'sha kiyimlar orqali hisoblanadi. Undan tashqari o'sha uydagi buyumlar,
masalan unitaz yoki rakvinalar yoki eshik ruchkalari orqali ham yuqtirishimiz mumkin. Bular kontakt gelmintozlar deyiladi. Nimaga endi gijja insonning ichagida turadi-ku, siz aytyapsiz tashqaridan yuqtirib oladi deyapsiz. U tuxumini nima tashqariga chiqib qo'yib kirib yana ichkariga kirib oladimi? Qanday holat bo'ladi? Yoki tuxum qaysi yo'l bilan inson organizmidan chiqib tashqarida qoladimi? Enterobioz, ya'ni ostritsa paraziti bu orqa chiqaruvchi teshigiga tuxum qo'yadi. Asosan uni tuxum qo'yishi kechki payt, ya'ni bola uxlagan payt yoki uxlashdan oldin tuxum qo'yadi. Agar organizmda bu parazit juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, u kunduzi ham tuxum qo'yishi mumkin. Bitta tuxum qo'yganda urg'ochi gijja orqa chiqaruv teshigida 10 mingta 15 mingtagacha tuxum qo'yishi mumkin va eng qiziq bitta tomoni shundaki, ostritsa parazitini tuxumida lichinkasi tirik bo'ladi ichida va o'sha lichinkadan tuxumdan lichinka chiqishi uchun atigi 4-6 soat vaqt yetarli bo'ladi va gijjani tuxumidan lichinka chiqishi uchun sharoit iliq bo'lishi kerak u joyda va shundagina 4-6 soat ichida bemalol lichinka chiqishi mumkin va lichinka chiqqanidan keyin o'sha tuxumdan yarmidan lichinka chiqar. Yarmi bolani kiyimlariga yopishib qoladi yoki bolani pastelga tushishi mumkin. Shu bilan boshqalarga yuqtirish imkoniyati ko'proqda. Pastelga tushadi yoki bola kiyimlarini alishtirganda, masalan, pijamasini yechganda u polga tushadi, gilamga tushadi yoki ertalab hojatxonaga kirganda unitazga yopishi mumkin yoki orqa chiqaruv teshigiga gijja tuxum qo'yishga chiqqan paytda orqa chiqaruv teshigida kuchli qichishish kuzatiladi va xohlasak xohlamasak bola orqa chiqaruv teshigini qashiydi. Shuning oqibatda bolaning tirnoqlari o'sgan bo'lsa, tirnog'ining orasiga gijja tuxumlari yopishib qoladi. Bola uyqu davomida qo'lini og'ziga borishi mumkin, yuzini ishqalashi mumkin, yostig'ini ushlashi mumkin yoki ota-ona bilan birga uxlasa ularga teginishi mumkin va tirnoqlari orasiga kirib qolgan gijja tuxumlarini boshqalarga ham yuqtirish imkoniyati mavjud. Va boya aytib o'tdim, kiyimlarni alishtirgan paytda, pastelga gijja tuxumlari tushgan paytda ular baribir polga, gilamga tushadi. Gijja tuxumlari shu darajada yengilki, ular havoga ko'tarilib, chang orqali o'sha boshqa oila a'zolariga yuqtiriladi. Va kontagioz gelmintoz aniqlanganda, oilada bitta dona bolada yoki yoshi katta insonda aniqlanganda, butun oila a'zo davolanishi shart. Agar bitta o'sha kasallik aniqlangan bemor davolanib boshqa oila a'zolari davolanmasa, kasallik butun oilada yillar davomida davom etishi mumkin. Mana shunaqalarga nima deb tavsiya berasiz? Bolalarda oila a'zolarida aka-ukalarning kiyimini kiyish yoki bog'cha yoshidagi bolalarda kiyimi qolmaganda bir-birini kiyimini kiydirish birinchidan umuman shaxsiy gigiyena qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Keyin ko'pchilik ota-onalarda bolalarning kiyimini dazmollamay kiydirish odatlari bor. Agar bolalarga gijja tuxumlarini yuqishini xohlashmasa, bolani har doim sog'lom bo'lishini xohlasa, birinchidan har doim kiyimlari, ichki kiyimmi, tashqi kiyimmi farqi yo'q, uni albatta dazmollanishi shart va har bitta bola o'zi uchun maxsus o'sha kiyimida bo'lish shart hisoblanadi. Kimnidir kiyimini kiydirish bu gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi, boshqa holatga ham to'g'ri kelmaydi. Mana gijjani o'sha tuxumi tashqariga chiqadi, tashqarida qoladi deysiz. O'sha tashqarida qolgan tuxum qancha vaqt yashaydi, o'sha xavfli holatda turadi? Gijjan tuxumlari tashqi muhitga qolganidan keyin boya aytib o'tmadim, bolalar bog'chasida ham ostritsa kasalligi ko'p uchraydi, chunki bog'cha bolalari orasida buni yuqish ehtimoli juda ham yuqori. Chunki aksariyat bolalar bilamiz qo'lini yuvmaydi va orqa chiqaruv teshigida qichish bo'lganda ular o'sha gijja tuxumlarini osongina tirnoq tagiga kiritishlari mumkin va bola borib o'yinchoqlarni ushlaydi. U o'yinchoqlarda gijja tuxumlari qolib ketsa, agar u tozalanmasa 2 haftagacha, 10 kundan 14 kungacha gijja tuxumlari bemalol yashashi mumkin. Va yana bir shu narsani aytib o'tmoqchi edim, gijja tuxumlari tashqi muhitga juda ham chidamli hisoblanadi. Ko'plab gijja tuxumlari, masalan, askaritan tuxumi qishda hattoki -30 gradusgacha qishlay olishi mumkin. Nima uchun mana bolalar bog'chasida, bolalar o'ynayotgan paytda yoki umuman bolalar bog'chasida qaysidir bolaga gijja yuqadi, qaysidir bolaga yuqmaydi? Mana shu narsani sababi bolalarning immunitetidagi farqmi yoki genetik qanaqadir farq bor? Parazit tuxumlarini bolalar orasida, bog'cha bolalar orasida yuqtirishni hech qanaqa genetik jihatdan ahamiyati yo'q. Birinchi navbatda bu bolaning shaxsiy gigiyenasiga bog'liq.
Bilamiz, hamma bola har xil. Qaysidir bola o'sha uyida qo'lini har doim yuvishga odatlangan, qaysidir bola yuvishga odatlanmagan. Shu narsaga bog'liq. U immun tizimiga qaramaydi ham, ba'zan shaxsiy gigiyena qoidalariga juda ham qattiq rioya qilgan oila farzandlarida ham gijja tuxumlar uchraydi va laborator tashxislarda bu tasdiqlanganda ota-ona ba'zan xafa bo'lishadi ham. Shu darajada bolamga yaxshi qarayman, qo'li har doim yuviladi, tirnoqlari o'smaydi, kiyimlarini har doim dazmollayman, lekin qanaqa qilib yuqtiradi deydi. Ya'ni bolalar orasida yuqtirish yo'llari shundan iboratki, har bitta ota-ona farzandini bolalar o'yingohlariga olib boradi. Olib boramiz o'zimiz ham. Bundan tashqari xohlasak, xohlamasak, bolalarimizni ko'chalarda ba'zan ovqatlantiramiz. Va ko'chalarda tayyorlanadigan ovqatlarni biz qanaqa qo'lda, qanaqa tartibda tayyorlanishini bilmaymiz. Va o'sha yana ba'zi bir bolalar bilamiz, fast foodlarni yeyishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Fast foodlarda e'tibor bersangiz, ko'proq pomidor, bodring va ko'katlardan foydalanishadi. Va ularni qanaqa yuvilishini biz bilmaymiz. Shu orqali ham yuqish ehtimoli juda ham yuqori. O'shaning uchun shaxsiy gigiyena juda ham yuqori bo'lsa ham, bolalarda immun tizimi yaxshi bo'lsa ham parazit tuxumlarini yuqtirish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Haligi mana bog'chalarda dezinfeksiya qilishadi, 2% xlorda yuvishadi, keyindan 1% dan qanaqadir prosentli xlorda o'nchoqlarni chayishadi, keyin toza suvda chayadi. Agar shu narsalarni vaqtida amalga oshirsa, bu parazit tuxumlarni oson ketkazish mumkin. Agar ular yuvilmasa, bu parazit tuxumlari uzoq muddatgacha saqlanib qolish ehtimoli bor. Demak, oilada ham o'sha unitazlarni xlorli rastvorlarda tozalab turish to'g'ri narsa bo'ladi. Albatta, uydagi o'sha foydalaniladigan jihozlarni albatta xlorli eritmalarda tozalab turish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Necha foizli xlorli eritma gijjalarni nobud qila oladi? 3% xlorli eritmani o'zi yetarli hisoblanadi. Ular o'sha parazit tuxumlarini unitazlardan o'ldirishga imkon beradi.